Hi everyone, welcome to the Language Training Center, new concept English classroom. And today we will learn lesson 21 and 22. Okay, so first of all, let's learn some new words. Give. Alright, give. And the give deganimiz nima? Bamak. Give. Alright, balına resmi qaranglar. Give. Give me a book. Okay, and the give bermek me manga. Me a book. Bir tal nima? Kitap. Give me a book. Manga bir tal kitap bersiniz. Give me a book. Give me a book. Manga bir tal kitap berang. Kitap berang. Andaqda yana bir jumla qarasak, give me my coat and my umbrella. Okay, hamma jumla sizlarga tanishdiqmi sadoqlar? Oldingi darsimizda bir qatam o'rgangan my coat and my umbrella please. Adab jumla o'rgangan shunami? Endi ingliz tilida mush oldirga give me manga berang degan qismi odatda qisqaroq keladi. Shunga my coat and my umbrella demakchi hamda paltorim bilan kunligimni. Endi men yerga sorry. Give me my coat and my umbrella, please. Okay, next one is one. Okay, one. One degan nima? Bir. Shunama? Bir. Bir tal. Yoki shunama? And the bunday name sana which one? Okay. And the miyarga which deganimiz savol olmishi. Savol olmishi which. Demakchi olmish shunama? Which one? Which one? Which one? Qaysi? Andaqda bu shu tekstimizni qaraylik sadoqlar. Hamda bu tekstimizni nima dersang which book. Hamma qisqa kartondan keyin hamma shu tekstimizni qarasak. Mrs. Smith's kitchen is small. There is a refrigerator in the kitchen. The refrigerator is white. It is on the right. There is an electric cooker in the kitchen. The cooker is blue. It is on the left. There is a table in the middle of the room. There is a bottle on the table. The bottle is empty. There is a cup on the table too. The cup is clean. Alright. Andaqda give me a book please Jane. Alright. Give me a book please Jane. And the miyarga give me manga berang shunama? A book please. Manga bir tal kitob bersangiz. Give me a book please Jane. Desa, which book? Voy qaysi kitobni? Qaysi kitobni? Deb tushunama. And then this one. Okay, this deganimiz nima desang bu. O'zimizga yaqin yerga bir tal narsani ko'rsatishga bu deb ishlatamiz. Nima one degan bir. Bu nima? Demak, one mishar olmash bo'lib keldi, savollar. Bu nimaga desang shu bir kitob qolmish keldi. Demak, bu birisi ma deganda. This one. Okay, desa, no, not that one. The red one. Okay, nima yo'q, bu emas. O nima? Qizil birisi. The red one. Red one degan nima desanglar? Shu qizil. No, not that red one. Red one. This one? Voy, ma birisimi? Shunami mushuma? This one? Yes, please. Okay, yes, please. Here you are. Thank you. And bu yerga here you are deganimiz nima sadoqlar? Mana elanga, tushunasizmi? Thank you. Andaqda bu shu darsimizga intay muhim bo'lgan yana bir uqum nima desanglar, har xil sanlar. Hamda mingga kelsak, 100 deganni 100 deydi. Tushunamsiz sadoqlar? Hamda ming deganni nima? 1000. Ko'rdingizmi? 1000. Okay? 1000. Good. 1000. Hamda 1000 bo'lsa nima desanglar? 1000. 1000. Hamda 10. 10. Okay, 1010. Okay, 1010 deganimiz, 1010 deganga bo'ldi. 1010. Endi 1011 bo'lsin, marsanglar 1011.
1011. Okay, 1011. And the 1016 again, 1016. Okay, 1016. Azı 2015 nama 2000 degende 2015. Okay, and birden de 2015. Ya 2016 kelişik başladı nama. Onun neymiş sana? 2016. 2016. Okay. And bunu qarsak anda nima dersanglar? Personal pronoun. Okay. And the pronoun degan almash, personal degan kishilik, shaxsiy degan. And kishilik almashlar. And bu kishilik almashlarga diqqat qilsak nima dersanglar? Mao give deb deydi. Shunama give degan beradi. And bu sharika kishilik almashli mishalni nima bo'lib keldi dersanglar? To'ldiruvchi bo'lib keldi. Shu orada hanji bingo deb qo'yamiz, ha? Bingo deb qo'yamiz. Bu to'ldiruvchi degan nima dersanglar? To'ldiruvchi deganimiz hamda shu sharkatningki obyekti. Masalan, ega xabar to'ldiruvchi, masalan, birinchi dars berib qo'y, birinchi darsda I love you. I love you degan men sizni suyman, yaxshi ko'raman degan gap bo'ldi. Shunami? Endi buningdagi kishilik almash, endi jumla belaklarida masalan I ega. Ega degan nima desanglar? Shu sharkatni paydo qiluvchi, shu sharkatga sabab bo'luvchi. Shuni egisi, shunami? Endi xabar deganimiz odatda ko'pincha fe'llar, demakchi harakat deymiz-ku. Uyg'ur tilida maq qo'shimchasi. Masalan, tulmaq, so'zlamak, o'ynamaq degandek, demak, mushular ko'pincha fe'llar xabar olib keldi. Demakchi yaxshi ko'rmak. Demakchi men yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rmak deganim bo'ldi, mishara xabar olib keldi. Nimani shu xabarda uqtirib kelyapti emasmi? Yaxshi ko'rmak. Ana you deganimiz mishariki nima desam, to'ldirgancha. Demakchi shu yaxshi ko'rishning obyekti. Nimani yaxshi ko'rdi sizni? Shunami? Demak, obyekt. Sizni, sizga degandek bo'lib keladi-ku. Masalan, meni, menga mushul nima desam, to'ldiruvchi. Masalan, men olmayman. Men egisi shu yeydigan narsa. Nimani yeydi? Shu obyekt bo'lish kerak qo'yanda bir obyekt. Shu obyekt nima desam, shu olma degan misha to'ldiruvchi bo'ldi. Demak, endi mana buyruq jumlalarda you shuni olib keldi. Masalan, you give me a book. Okay, you give me a book. Demakchi, siz demakchi egisi give xabari to'ldiruvchi deyman, me bilan a book. Demakchi, ikki xil to'ldiruvchi bor. Birisi bevosita to'ldiruvchi, birisi vositalar. Bevosita to'ldiruvchi narsalar va bevosita to'ldiruvchi bo'ldi mishara. Nima desam, a book. A book deganimiz nima desanlar? Bevosita to'ldiruvchi, bevositalar. Shu narsalar bevositalar. Endi vositalik to'ldiruvchi. Endi mushum nima desam, vositalik oldida to'ldiruvchi bo'lib qoldi-da hamda. Menga degan bo'lgan ekan. Shunga shu nima bo'ldi? Endi menga degan nima? Me. Okay, qaranglar. Nima? Give me. Give me a book. All right? Give me a book. Okay? Menga bir kitob bering. Endi give him a book. Okay, him degan bir o'g'illar keldi. Shunami? Him. Give him a book. Mana shu give her a book. Her degan qizlar ayollar shunami? Give her a book. Shu give us a book. Bizga bering. Shunami? Give us. Bizga. Give them a book. Yoki a watch. Yoki a glass. Okay, a glass. Demak endi give me, give him, give her, give us, give them. Shunami? Degandek menga, uningga demakcha bir uningga deganimiz o'g'illarga, bir uningga nima qizlarga, bizga, ularga. Aniqda endi bu so'zlarga qarab boqaylik. Endi bu darsimizda chiqargan large, big, endi mana shu so'z bor. Large, big deganimizning endi nima desanlar, bu ikkisiniki farqi nima desanlar, masalan large deganimiz nima desanlar, ko'pincha shu fizikalik jihatdan yoki uningki shu holati hajmi yoki cho'ng kichikligi nihoyat yo'g'on bo'lsa, nima desanlar, large deganni ishlatamiz. Large deganni ishlatamiz. Endi mishariki large ningki endi ko'pinchisi nima desanlar, bu shu konkret narsalarga ishlaydi. Uningki big degancha desanlar, big deganimiz ham odatda masalan ba'zilar qo'ldan tuqilmaydigan abstrakt narsalar bor, masalan big idea. Large idea degan bo'lmaydi. Big idea demak uni ishlatish tarixi texmi qanday desanlar ko'p. Demak ham shu large ni bir yaniki hajmi, shuning shakli, cho'ng kichikligini ifodalashga, sifatlashga ishlatildi. Buni qarab qarish ma'nosi nima desanlar, small. Small. Okay, masalan China
is a large country. Okay? China is a large country. Demekçe Cungo bolsa intayin yoğun bir dövlet. Look at that large woman in white. Qarang o aqranla kiyim kiyib olgan yo'g'on. Demekçe hechim yo'g'on ayolga. Okay. Endi men yerga small bilan a little ning farqi. Endi small little tarjima qilsak nima desanglar, kichikdan chiqadi. Xuddi large bilan big o'xshashchi. Endi bu small deganimiz ham nima desanglar, bu shu miqdor jihatda shuni qimmatini ayt kichik odatda bo'ldi. Endi little deganimizcha desanglar, a little deganimiz hamda shuningdek ba'zilik bir xil hissiyatni o'z ichiga olgan bo'ladi. Masalan, little degan bo'lsa bir xil odamning omroqligini keltirgan vujud bir kichikkinam degandek bir yoqtirish yoki bir xil hissiyatni o'z ichiga kelgan bo'ldi shu. Shunga hamda little deganimiz hamda sal wow, what a small a little boy deb little boy. Demak bizning bir xil omroqligimizni bir xil shuning bo'lgan bir azroq hamda yaxshi ko'rish hissiyatimizni ifodalab little deymiz, nima? Bir xil nayt o'moqdek bizga nayt pays bir ta'sir olgan bo'lsa little deb ishlatamiz. Okay, little basket va bir kichikkinam bir nima ekan desanglar sevetgan degandek, nima? Okay, a little boy deb kichik a little girl degandek, nima? Ana small deganimiz nima desanglar shu holatda shu cho'ng kichikligi masalan it's a small factory. U bo'lsa bir kichik bir nima? Zavod. Okay. Arada masalan kiyim-kechakningmi as-how deb qo'yamiz nima? Okay, demakchi L nomerligi deganimiz large. Shu konkurtalda aytdi, cho'ng kichiklik cho'ng bo'lsa large. Shunami? Undan keyin kichik deganicha small, S deganimiz small, M deganicha middle. Okay, middle. Okay. Demakchi nima shu little deganimiz kichik. Masalan, there is a little garden behind our house. Bizning uyimizning keyinda bir kichikkinam degan gap, nima? Bir xil aytdi o'zimizning shunga bo'lgan bir ganjingsni hissiyatini ifodalab, nima? A little house. And then imagine she has a sweetest little smile. Uning nima desanglar, intayin tatliqqina kichikkina nimasi bor, smile. Kulimsirishi bor.